Voy, bola tabriklayman. Profilini ochilibdi-ku, hozir ko'rdim. Akkauntimizga bir 20 kuncha bo'lolmay qoldik. Akkauntimiz blok bo'lgandi. Mana hozir xudo xolasa akkauntimizni ochib berdik. Bunga bizga Jasurbek yordam berdilar. Jasurbek rahmat. Jasurbek o'zim ichimda tutib qo'ydim. Nasib bo'lsa Jasurbek bilan agar haqiqatan ham shu akkauntdan ochib, ana qilsak, klientlarimiz akkauntlari uchun ham, o'zimizni bezapasligimiz uchun ham Jasurbek degan inson bilan nasib bo'lsa birga hamkorlikda ishlaymiz degan plan qildik va xudo xolasa Jasurbek bilan ham hamkorlikda boshladik. O'zi to'g'risi bu narsani ochish uchun Dubayga ketmoqchi edik, Metan ofisiga. Metan ofisi Dubaydagi yopilibdi, unga bormaydigan bo'ldik. Endi bo'ldi, u narsa emas. Yangi akkaunt ochib, o'shanga fokus qaratamiz degan joyimizga bizda Jasurbek keldilar, shoshmanglar deb. Endi klientlarimizda bezapasligi, akkauntlari shunaqa muammoga uchramasligi, muammo bo'lganda ham bularni ochib berishni biz nasib qilsa yo'lga qo'yamiz, xudo xolasa. Agar boshqa anaqa klientlar bo'lishi mumkin, boshqa odamlar bo'lishi mumkin. Mabodo akkauntlaringizda blok bo'ladigan bo'lsanglar, bemalol yozinglar, biza komandamiz bilan nasib qilsa